Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, necha yosh bo'ldi kelinlar? Kasal yetti oylik. Yasminaxon qizimiz birinchi diagnozimiz febrilniy sudurgi, ikkinchisi virus infeksiyani asorat sifatida yuz nervini yallig'lanishi bilan kelgan edi. Уже bugun javob beryapmiz qizaloqimizga. Xo'p, ya'ni kelgandagi shikoyati yuzni bir tarafidagi harakatda cheklanishi, falanjik holatlari, yuzda ikki asimetriya bo'lib qolishi, ya'ni ikki xil bo'lib qolishi, qosh harakati, ko'z harakati, plus mana burmalar sohasida nisbatan ikki xilligi edi. Bu holat kulganda, yig'laganda yaxshi bilinardi. Hozir işte 80% holati yaxshi. Yasminaxon, kulib qo'ying. Ana, balli qizim, ko'zingizni yumib qo'ying. Ana, tishingizni ko'rsatib qo'ying. Ana, og'zingizga shartib qo'ying, og'zingizga. Yana bitta. Yana bitta. Bitta sharishtirib qo'ying og'zingizda. Tavsiya qilamiz onasiga bog'gan shamollash, grippash, infeksiyalardan uzoqroq bo'lib turamiz. Imkon qadar qaytalanish bo'lmaydi. 10 kunda qayta ko'rib. Rahmat, sog' bo'linglar.